Oke, nima bor? Qo'l rasmda ko'rsatgan joiz emas, oke? Bergan pulingizni yana qanaqa qo'y xolos, oka? Men siz so'ragan pulni berdimmi? Xo'p, Siz qanaqa joy ko'rsatyapsiz bizga? Pulni qaytaring, oke? ozgina kutib turing, oka, sabr qiling. 1 soatda men sizga bitta lokatsiya tashlayman, o'sha yerda ko'rishib olaylik. Siz xohlagan uyni men topib beraman. Qanday ishonaman? Nomerim bor, oka, telefon qilasiz. Bo'ldi, qarang. Allo? Va bugun betda drama bo'lmaydi degan. Bir soat yon ichida deylik. Fridan ikkita, keyin bitta lavash bering. Hech pul bo'ladi? Telefon o'chi qaramash endi. Voy, unaqa demang. Kemasimizdan aldandik, dori boshlandi. Nimaga gaz qilding? Ikkita fri bilan bitta lavash 40 ming so'm bo'lar ekan. Nega bitta? Men uncha kelmayapti, yarim qilamiz. Kichkinasi. Lobi ekan. Ana realtorskiy kompaniya ekan. Buni qarang, ofislari ham bor ekan. Kirib ko'ramiz ham. Farqi yo'q, davay. Yeb olib kiramiz, a? Assalomu alaykum. Makon Realtorskiy kompaniyamizga xush kelibsizlar. Biz 15 yildan beri faoliyatimizni olib boramiz. 20 mingdan ortiq Toshkent bo'yicha uylarimiz bor. Sizga qaysi rayondan uylarimizni qiziqtiryapti? Qarang, biza viloyatliga ham beraverasizlarmi uyda? Viloyatli bo'yicha ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Unisidan xavotir olmang. Qanday yaxshi. Agar yo'li bormi bugun hal qilib berishingiz? Albatta, oka. Zo'r ekan-a? Davay ko'raylikchi. Bo'ladi. Xush kelibsizlar. Uyimizga ko'rishingiz mumkin. Bu uyimizda bizning Makon Realty kompaniyamizning uylaridan bittasi. Hozir men sizlarga uyimizni polniy tanishtirib o'taman. Oshxonamizda ham hamma kerakli mebel texnikalarimiz mavjud. Senga kerakli hamma narsa bor ekan. Yoqdimi senga? Olamizmi? Okey. Sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, xursandman, aka. Rahmat. Yoqdi bizga. Ishonching dardingga malham bo'ladi.